Sabaleta kabi bo'lishi mumkin edi. Ular yillar davomida Manchesterda o'ynab ketishni o'ylashmagan ham, deb javob bergan edi Gary Neville. Uniteddagi o'sha mavsum Di Mariya uchun Angliyadagi yagona yil bo'ldi. 2015-yilda u PSJga 63 million yevroga o'tdi. Parijda Angel Laran bilan qo'l ostida, Ibrahimovich va Cavani bilan birga o'ynadi. Bu safar hech qanday mojarosiz. Manchesterdagi hayotga moslashish qiyin bo'lgandi. Endi esa u Parijda baxtli. Bu yerda atmosfera ko'proq Lotin Amerikaga yaqinroq edi. Jamoada tanish o'yinchilar ko'p deganda murabbiy futbolchining debyuti arafasida. Yangi jamoada sovrinlar yutish ham yanada oson bo'ldi. Albatta ichki sovrinlar. Chunki bu Paris Saint-Germain. 7 yil davomida Di Mariya 5 marta Fransiya chempionligini, 5 marta mamlakat kubogini qo'lga kiritdi. Dastlabki mavsumidayoq u o'zining golli uzatmalari bo'yicha shaxsiy rekordini takrorladi. 18 ta assist va 10 ta gol. Har qanday boshqa klubda bunday natijalar bilan Di Mariya jamoaning bosh yulduzi deb atashardi. Ammo PSG tarkibida doimo undan ham mashhurroq futbolchilar bor edi. 2017-yilda Neymar, 2018-yilda Mbappe, 2021-yilda esa Messi keldi. Albatta, bu ismlardagi futbolkalar ko'proq sotilardi, ammo Di Mariyani bu narsalar qiziqtirmasdi ham. Aksincha, Lionelning PSJga o'tishini u yana bir sovrindek qabul qilgandi. Aynan o'sha transfer oldidan Argentina terma jamoasi ko'p yillar orzu qilingan Amerika kubogini qo'lga kiritgan edi. O'sha yozda yulduz futbolchilar nafaqat terma jamoada, balki klubda ham birlashishdi. Mening barcha orzularim bir oy ichida ro'yobga chiqdi. Men Amerika kubogini yutdim va endi Messining yonida o'ynayman. Hali buning barchasini to'liq anglab ulgurmadim. Leo bilan bir xil kiyim almashtirish xonasida bir libosda bo'lish bu alohida tuyg'u deb eslagan edi Di Mariya. Aytgancha, aynan Messi Di Mariyaga Lapsha, ya'ni El Fideo laqabini o'ylab topgan. Balki Angel endi 16 yoshdagidek juda oriq emasdir, ammo ba'zida baribir uni yozda argentinalik buvisining oldiga yuborib, biroz to'yintirgisi keladi odam. Di Mariya bu laqabdan umuman xafa bo'lmaydi. Javob tariqasida esa Messini burga deb ataydi. Uning Parijdagi bosqichi 2022-yilning yozida yakunlandi. PSG mavsum tugashiga bir necha hafta qolganda uning shartnomasi uzaytirilmasligini e'lon qildi. O'sha paytda Di Mariya 34 yoshga kirganda. U ortga vatanga qaytishni o'ylashi mumkin edi, ammo oldinda jahon chempionati turardi. Muxlislar ko'z o'ngida qolish muhim edi. Ustiga Juventus unga juda yaxshi shartnoma, yiliga 7 million yevro taklif qildi. A seriyada u Sassuologa qarshi o'yinda darhol gol urib, golli uzatma ham berdi, lekin keyin jarohatlar boshlandi. Jahon chempionati boshlanishiga atiga bir oy qolganda u sonidan jarohat oldi va 3 haftaga safdan chiqdi. Shunga qaramay uni jahon chempionatiga olib ketishdi. U faqat bitta to'liq o'yin Saudiya Arabistoniga qarshi uchrashuvda maydonga tushdi. O'shanda Argentina kutilmaganda yutqazib qo'ygandi. Keyingi o'yinda Meksikaga qarshi Angel eng yaxshi qiladigan ishini qildi. Messiga golli pas berdi. O'zi esa yagona golni fransuzlar bilan o'tgan ajoyib final uchun saqlab qo'ygandi. Golga bo'lgan ko'z yoshlari va yurak shaklida qilgan mashhur ishorasi o'sha o'yinni yanada unutilmas qilgan lahzalar edi. Fransuzlar darvozasiga uyushtirilgan o'sha aql bovar qilmas reyd. Natijada qo'yilgan penalti, bular hammasi hal qiluvchi bo'ldi. Di Mariya jahon chempionatining aniq qahramonlaridan biri edi. Biroq qiziq tomoni shunda ediki, u bularning barchasini avvaldan sezgandi. O'yindan biroz oldin u xotiniga shunday xabar yozgan: "Azizam, men jahon chempioni bo'laman. Bu aniq. Finalda gol ham uraman. Bizning o'yinimizdan zavqlan. Biz tez orada jahon kubogini ko'taramiz. Bizning jamoamiz bunga loyiq." Finaldagi g'alaba Di Mariya uchun terma jamoa safidagi karyerasini yakunlovchi nuqta bo'lishi kerak.